O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengash ijroiya qo'mitasida ekologiya va salomatlik ayollar klubi a'zolari va faol xotin-qizlar ishtirokida oqila va mehribon ayollar zamonamiz qahramonlari mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Davra suhbatida o'rtaga tashlangan masalalar va tashabbuslar haqida hamkasbimizning lavhasi orqali batafsil tanishamiz. Davra suhbatida O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining o'qituvchilari, talabalari, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul xodimlari va partiya qoshida tashkil etilgan ekologiya va salomatlik ayollar klubi a'zolari ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqan O'zbekiston Ekologik partiyasi raisi Abdushukur Hamzayev, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini to'liq ta'minlash, qadr-qimmatini ulug'lash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlab, bilimli va iste'dodli xotin-qizlarimiz jamiyatning barcha sohalarida namuna bo'layotganligini alohida qayd etdi. Shu jumladan jamiyatimizda ekologik madaniyatni shakllantirish, o'sib kelayotgan avlodni tabiatga mehrli qilib tarbiyalashda ayollarimiz o'rni beqiyos ekanligini e'tirof etdi. Ona agar bolasiga ekologik tarbiyani bersa, kichkinaligidan ekologik shakllanib bora boshlaydi. Mana shu tadbirda o'tirib talaba qizlar yangi ekologik g'oyalarni o'rgandi. Yangi ekologik tushunchalarni oldi. O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlarining ham ekologik partiya bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borayotganini bular ko'rdi. Ekologiyaning naqadar muhimligini, ekologiya hammaning hayotida tabiatni asrash, o'zingda asrash degan gap ekanligidek ular anglab tushunib yetdi. Tadbirda shuningdek, partiya qoshida xotin-qizlarning ekologik madaniyati va salomatligini mustahkamlashga qaratilgan ekologiya va salomatlik ayollar klubi tashkil etilgani va bu orqali oilalarda ekologik madaniyatni oshirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilayotganligi ham ta'kidlandi. Ekologik madaniyatni targ'ib etish eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Avvalambor ekologik madaniyatni biza oilada shakllantirishimiz kerak. Oilada onalarimiz farzandlariga yoshligidan, demak, ana shu ekologik odob, axloq qoidalarini o'rgatib borsa, albatta bu kelajakda jamiyatda ham o'z ta'sirini, o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Atrof muhitning tozaligi, tabiatimizning tozaligi, havoning tozaligi qolaversa, suvimizni, yerimizni va barcha bizga Alloh tomonidan berilgan ne'matlarni asrab, avaylab, ehtiyotlab ishlatish madaniyatini ham o'rgatish bu onalarimizning asosiy vazifalaridan biri hisoblanishi kerak bo'ladi. Oqila ayollar harakati mahalladagi xotin-qizlar faollari bilan birgalikda faoliyat olib borgan holda mana shu ekologik madaniyatni shakllantirishga yaqindan yordam berib kelmoqda. Davra suhbatida dolzarb va qizg'in fikr-mulohazalar aytildi. Suhbat so'ngida savol-javoblar o'tkazilib, jamiyatda ayollarning siyosiy faolligini yanada oshirish bo'yicha munosabat, taklif hamda tavsiyalar bildirildi.